Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshi masala. Bugun 2022 yili 11 ayning 23 kuni chorshanba. Bugungi gap so'z intayin qisqa bo'ladi. Albatta men dunyoning iqtisodiy vaziyati, pul muomala bozori va shifrli pulni o'z ichiga olgan pul muomala bozori haqida to'xtalib o'tgandan keyin ondan Uyg'ur ilik tiklash taraqqiyoti to'rida bergan bir xabarning mazmunini ko'pchilikka yetkazib bermoqchi. Shu zaruriyat tufayli bugun bu sanni ko'pchilikka sunay dedim. Dunyoning iqtisodiy ahvoli burunqidek holatda, ya'ni cho'kish vaziyatida, pul paxalligi, urushning vasvasasi, ya'ni Yevropadagi urush, Ukraina bilan Rossiyaning o'rtasidagi urush, ta'minlash zanjiridagi uzukchilik, boboning Xitoyda qaytadan yamrab ketishi degandek omillar dunyoning umumiy iqtisodiy faoliyat degan muayyan harakatni ifodalaydi. Demak, bu harakatlarni ostiltish, to'xtatishga ilib borganligi uchun iqtisodiy faoliyatlar insonlarning ijtimoiy hayotida nihoyatda muhim. Bu faoliyatlar selikkalligi uchun bu cho'kish vaziyatida bo'ladi dunyoninki iqtisodi. Yevropada, Angliyada iqtisod hozir chekinish davriga qadam qo'ydi. Hozir xabarlardan qaragan vaqtda Amerikada pul paxalligi ig'ir bo'lish masalasi bor. Bundan ig'ir ba'zi pul paxalligi Amerikaga nisbatan solishtirgan vaqtda ba'zi davlatlarda nihoyat ig'ir. Uning ustiga u davlatlarda ishsizlik, milliy daromaddan chekinish ham ig'ir. Amerikada hech bo'lmadi deganda ishsizlik nisbati to'van. Shuning bilan birlikda shifrli pul bozoridagi ahvolmi yaxshilanish ahvolda emas. Ya'ni hozir bu 820 milliard dollar pul shifrli pul bozorida bor. Bir chaqda bu 3-4 trillion dollar edi. Nurg'un odamlar, nurg'un mablag' sog'uvchilar bu shifrli pul bozoriga pulni tortib chiqarib oldi. Nemishqa shifrli pul olamiz degan masalada men pul muomala bozoriga mablag' selish degan kitobimda bir tushuntirish bergan, ya'ni an'anaviy pul bilan, fiat pul bilan, ya'ni keyinida hukumat pul bilan ma'vo shifrli pul tarqalashtirilgan shifrli pul to'g'risidagi munosabatlarni tushundigan vaqtda ularning qimmati, bexatarligi, kontrolligi, yo'tkilish jihatdagi osonligi, ishlatilish qatorliq nuqtalardan men tushundigan, shuning uchun bu to'g'risida to'xtalmayman, ammo shifrli pul bozoriga nisbatan hozir kishilar intayin umidsiz qarayapti. Intayin umidsiz qarashlar bor. Ya'ni bu shifrli pulni asos qilgan, bu xil tarqalashtirilgan, keyinida hukumatlar bo'lmagan pul muomala sistemasi, ya'ni barliq kelmaydigan pul muomala sistemasi, yoki tiklanayotgan pul muomala sistemasi yemirilishda. Bunga nisbatan buni bir xil aldamchilik deb qarayotganlar. Kishilar ziyon tortgan vaqtda baholar intayin yig'ib ketadi. Ya'ni uning sababini birla nuqtadan ko'rdi. Ammo foyda olgan vaqtda, taraqqiy qilgan vaqtda uni ko'p xil narsani tushuntirdi. Shunga bu kishilarning kayfiyati, mablag' sarflarining kayfiyati deb qarasak ham bo'ladi. Ammo bu blockchain texnikasi, zanjirsimon bu texnika bu turadi, chunki bunga ba'zi cho'ng banklar mablag' selyapti. Ammo hozirgi ahvolda shifrli pulga nisbatan salbiy qarashlar, negativ, ya'ni salbiy qarashlar nihoyat ko'p. Ko'pchilik buni bilib qolsa bo'ladi. Ya'ni FTX degan cho'ng shifrli pul almashtiradigan supining vayron bo'lishi, ya'ni shirkat vayron bo'lish qonuni bo'yicha bir taraf qilinishi ham Genesis degan ikkinchi cho'ng shifrli mulkni qarz beradigan, bunday aytgan vaqtda pul muomala institutining balki vayron bo'lishida xabarlarning chiqishi hozir kishilarning ko'ngliga, shifrli pulga mablag' solayotgan kishilarning ko'ngliga shaxslar emas, unga ba'zi organlar, institutlar, ya'ni mablag'chilik banklar mablag' solgan ishlar bor, ba'zi shirkatlar mablag' solgan ishlar bor. Bularning ko'ngliga bir xil qo'rqinch solganligi uchun bular pullarni tortib chiqarib ketyapti. Shuni qo'lida bor narsani setib. Shunglashqa bu to'g'risida shundaroq bilib qolsak bo'ldi, hozirgi yangi ahvol. Ya'ni bu shifrli pul FTX degan bu cho'ng shirkatning vayron bo'lishi Amerikada asosli iqtisodiy faoliyatlarning, ya'ni Amerika hukumati keyinida bor dollarning, shuning bilan birlikda markaziy bankining va u bankga aloqador har xil tijorat banklari va mablag'chilik banklarininki, an'anaviy banklarninki shifrli pul bozori bilan
imir-chimir bo'lib ketmaganligining o'zi bir yaxshi ish deb atadi. Ya'ni bu banklar bu sohaga bak kirib ketmaganligi uchun iqtisodga bak ta'sir qilmaydi deb atadi, lekin mablag' sag'ishlariga nisbatan buning ta'siri bor. O'tganda degandek Bitcoin mablag' sag'anlarning 75% adam ziyon tortdi deb atadi. Xo'sh, bu to'g'risida ham shunaqday, chunki men gapning 5ida degandim, qisqa gap qilman deb. Endi bir muhim gap, eglik boshqarish taraqqiyot to'ri bir xabar taqatdi yaqinda. Buning vaqti 3 kun. Ya'ni masala nima desa, Turkiyadagi bola-chaqaliq qarindoshlarning ishlayotgan, xizmat qilayotgan, o'qiyotgan qarindoshlarning kichik bola-chaqalarininki ularni yasliga berish jihatda qiyinchilikni ko'z tutib, ya'ni Turkiyaning iqtisodi yaxshi emas, pul baholari ig'ir, ishsizlik nisbati yuqori, mana bu ahvollarni ko'z tutib, Uyg'ur eglik tiklash taraqqiyot to'ri bir yasli fondini ta'sis qildi. Buningga Uyg'ur tilliq yasli maktabning mas'ullari iltimos qilsanglar bo'ladi. Buningki jadvallarini men chiqarib qo'yishim mumkin, uchurini mana shu kanalda. Buningdan maqsad nima desa, birinchi qitimda bu ikkinchi qaror bu birinchi qitimda 30 necha kishiga yordam qilgan. Ikkinchi qarorda bir turkum odamlarga bir shu yasli maktablarga asosligi. Ya'ni bu yordam avval yasli maktab bo'ldi. Yasli maktabga berilgan yordam hisobda qiyinchilik bor, ota-onalarga berilgan yordam bo'ldi. Ya'ni bir yukni yengillatish. Chunki bu ota-onalar xizmat qilmasa bo'lmagan, o'qimasa bo'lmagan bolalarni yasliga beraydi. Buning uchun bolalar bir bexatar yerda turish kerak, yasliga berish kerak. Yasliga beray desa iqtisodiy qiyinchilik bor. Bunda bo'lganda qanday bo'ladi desa, bolalarni uyga solib qo'ysa yana bo'lmaydi. Yoki ishdan qoladi. Shuningdek, shu yasli maktablarning mas'ullari shu tur bilan aloqa qilib, tur bilan aloqa qilish orqali, iltimos qilish orqali dastlabki qadamda 3 oylik bir taklifini, ya'ni ehtiyojning borlig'ini ifodalasa, masalan, bizning men 30 ta odam o'qitaman, bularning ichida 15 ning bunda qiyinchiligi bor. Bu qiyinchilikning so'mmasi manchilik, mushunchalik pul olgan vaqtda yaslining normal shaklda taqilib qolmay elib berilishi uchun kapolat qildi deganni ifodalasa, ya'ni buniki vaqti bor. 3 kunning ichida shu juma kunigacha buni ifodalash kerak yaslining xodimlari. Anadan keyin bu tur qarab muzokara qilib chiqib, undan yaslilarga yordamni urib beradigan gap, ya'ni pulni yetkazib urib beradigan gap qo'llash sifatidan. Bu favqulodda cho'ng yordam emas, ammo kichik ish. Ba'zida bir ustigan chog'da bir ko'rish kutsumi odamga biroz quvvat berdi, bir ilhom berdi. Shunga qarindoshlarning bularni yasli yashgan qarindoshlarning va bolalarni yasliga berayotgan qiyinchilik va ota-onalarning shu xabarni ko'rgandan keyin bu xabarga bu uchurga ahamiyat berib, iltimos sunishini first come first service deydi. Kim burun iltimos qilsa, ehtiyoj bolaning shular manfaatlanadigan gap. Uchurga diqqat qilmasak, atrofimizda bo'layotgan ishlarning, yaxshi-yomon ishlarning ichida yaxshiga yaqin turmasak, yomondan yiroq tortmasak, u chaqda falokat va talofatning boslig'ini aniq bo'ladi. Shunga qarindoshlarni bolalari yaslida o'qiyotgan, ammo iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan balkim avatishi mumkinchilik bo'lmayotgan ota-onalarga nisbatan bu bir tavsiya. Balangiz maktabga yasliga borsa, boshqa Uyg'ur bolalar bilan bo'ladi, bir jamoat bo'ladi, paranglashida Uyg'ur til, ruhiy, psixik jihatdan yetilishiga yaxshi bo'ladi. Agar uyda qolib qolsa, telefon o'ynab ketadi, televizor o'ynab ketadi, o'ziningki aqliy jihatdan tarbiyalanishiga ham toza psixik jihatdan sog'lomlikqa ham toza yaxshi bo'lmaydi. Buningki tadqiqotlar buningki ziyonlarini ko'rsatmagan. Nadidan ziyoda shu telefon yoki ijtimoiy media bilan aplashishninki bolalarga nisbatan ziyonliligini ham ko'rsatgan. Shuningdek, ota-onalar bunga bu uchurga yaxshi ahamiyat bersanglar, dal vaqtda ahamiyat bersanglar, iltimos qilsanglar bo'ldi. Bo'pmi yasli maktabning mas'ullari, Uyg'ur tilli yasli maktabning mas'ullari shu turga iltimos qilsanglar degan umidda. Shuni so'zlab qo'yaydim. Rahmat sizlarga.